أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli o'quvchi saboqdoshlar. Bugungi darsimiz yana shu Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligiga dalolat qiladigan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Alloh taolo tomonidan avatilgan payg'ambarligini isbotlaydigan dalillar haqida so'zlaymiz. Dersimizin devamı şu bo'lganlik uchun şu dersimizin devamını şu yerden başlamakçı. Tünügünkü dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah subhanahu ve taala qo'llash, güçlendiriş ve onun hak peygamber ekanligini isbotlash uchun Allah taala yaratgan mahlukatlarının o'zgarmas intizamını özgürtüş arkalık ve onu adetten taşkırı şekilde şun özünün nizamını, intizamını özgürtüş arkalık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliğini ispatlagan. Bunu Kur'an-ı Kerim'den biz naklet gelgen. Bugün kainatının nizamının özgürüş paketi. Allah Teala yaratgan özgermez paket, özgermez nizam, özgermez kanun ve bu intizamның Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kolunda ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebeplik özgergenlikini biz bayan kılımız. Onun hadis-i şeriftin hemmeğine malum Müslümanlar peygamberinin sözlerini ve o peygamberinin iş izlerini ve o peygamberinin bikitken kararlarını isidi çın sakladı. Yani Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünü yadaldı, isidi sakladı ve onun iş izlerini çalıp koymay, davamlık küzütüp durup, davamlık Resulullah'ın izlerini paylap durup, Resulullah'ın iş izleriga erişip durup, Resulullah'ın 24 saatlik hayatını hemmine bizge bayan qilib berdi. Ve Resulullah'ın iş izleri ve o Resulullah'ın kararlarını sakladı. Ve ola Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ahlaki süpetleri, cismani süpetlerini onu mu saklab aldı? Resulullah'ın ahlaki süpetleri, keng qo'saq, afucan, sehi, şecaatlik, sabrcan, mert degandek cesedi süpetleri yani cismani süpetleri Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın buğday o'nglik, qapqara çaşlık degandek muşu süpetlerini sahabeler sakladı. Ve o Peygamber aleyhisselam'a alakadar hamma narsani ular sakladı, xotirladi ve onu isida mazmut tuttu. Allah subhanahu ve taala peygamberimning qo'li orqali joriy qilgan xavariqlarni odatdan tashqari ishlarni sifatladi. Ve bu xariq odat nurg'un kishilarniki o Müslümanlardan Müslüman bo'lishiga sabab bo'ldi. Ve ular bununki bu şu xavariq odatlarning mo'jizalarininki vaqalikini, zikrini avlat naql qilishdi. İlgirkilar kinkilarga naql qilsa, kinkilar ilgirkilardan shundan naql qilishdi. Ve bara ulama'ul hadis yudaqqiquna fi riwayat. Endi hadis ulemalari bo'lsa her bir avlatda rivoyatlarni inchikilashga, inchki tekshirishga berildi ve deyilgen sözlerinin lebzini
kontrol etishga, san'atlarini to'g'riliqini yoki xatoligini aniqlashga bular atlandi nurg'un ulmolar. Bu haqda atlandi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'lida nurg'unlagan odatdan tashqari bo'lgan ishlar yuz berdi. Bu ishlar hadis kitoblarida hammasi tilga olindi. Biz buningdan tuvandagi odatdan tashqari bo'lgan xavoriqlarni so'zlab o'tamiz. Demak, o'quvchilar musulmonlarning ko'zidan yoki musulmonlarning qalamidan yoki musulmonlarning diqqat nazaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ne so'zlagan so'zi, ne qilgan ish harakati, ne o'zining oldida boshqalar qilsa uni e'tirof qilgan e'tirofatlari, ne axloqiy, ne jismoniy sifatlari, ish qilib Rasulullohga aloqador bo'lgan har bir narsa sahabe-i kiramlarning diqqatini tortdi va sahabe-i kiramlarning ahamiyatini qo'zg'adi. Ular shunga intayin ahamiyat berdi. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallamning har bir harakati, har bir hayoti u nima din edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining so'zi orqali Alloh taolaning so'zini bayon qilsa, amaliyati orqali uning qandoq tatbiqlanadiganligi, qandoq ijro qilinadiganligi, qandoq amaliy harakatga aylantiriladiganligini o'zining amaliy harakati bilan Rasululloh ko'rsatib bergan edi. Shunga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana degan. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarixi va tarjima holida sahobalar bo'lsin, ta qiyomat kungichilik bo'lgan avlodlar bo'lsin, har birisiga Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Allohning payg'ambari ekanligiga dalil bor. Birinchi oz suni ko'paytirish. Mana Alloh taolo Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qo'li orqali oz suni ko'paytirib, avutib, nurg'un odamlarga yetkizgan va nurg'un odamlar shu orqali ustuligini, ularning ustsizligini nima qandogan. Kanal muslimuna bihajatin ila ma'in wa hum fil madina liddaw. Endi musulmonlar Madinada chig'ida suvga ehtiyojliqdi, tarat ilish uchun. Madinadagi musulmonlar tarat ilish uchun suvga ehtiyoj bo'lib, suv topolmay qoldi. Anas roziyallohu anhu bu haqda bunday deydi: "Utiyan Nabiy sallallohu alayhi va sallam bi ina'in va huwa biz-zawra'i ma'a ashabihi." Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bir qochini akilindi. Bu Payg'ambar alayhisolatu vasallam Zavra degan joyda sahobalar bilan birlaydi. Bir qacha, ya'ni qachining ichidagi suvi demakchi. Shu bir qacha suv akilindi. Payg'ambar alayhisalom qachiga qo'lini tiqdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallamning barmoqlari orasidan suv buloqlab chiqishga boshladi. Jamoat tarat oldi, qatadi deydi. Men Anas roziyallohu anhuga "Kim kuntum? Sizlar qancha edinglar? Necha o'ylandinglar?" desam, Anas roziyallohu anhu 300 kishi dedi. Demak, 300 odamning guvohligi bor. 300 odam naq maydondan ko'rgan, 300 odamning amaliy hayoti va turmushiga ta'sir ko'rsatgan bir voqea shuki, bir qacha suv. Bir qacha. Shu bir qacha suvni Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qashig'iga olib kelingan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu suvga o'zining muborak qo'lini tiqdi. Muborak qo'lini qo'ydi. Bu muborak qo'lining oralaridan Alloh taoloninki barakati bilan, qudrati bilan suv ko'payib, ovib, buloqlab chiqishga boshladi. 300 odam shu suvdan tarat oldi, shu suvdan ichdi, qandi. Demak, mana bu xavariqul odatdan tashqari payg'ambar bo'lgan kishining qo'lidan boshqa kishidan kamaydigan bir dalil.
Mana bundaq ish, bu ishlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 70 kishi bilan ashablardan safar qilayotgan chaqdimi nima yuz berdi. Buni Imom Buxoriy rivoyat qildi. Va mushuning o'xshagan az sununki ko'payishi Hudaybiyada musulmonlar 1400 kishi bo'lgan chaqdimi bu ish yana yuz berdi. Buni Imom Buxoriy rivoyat qildi. Fazada ma'ul bir, yani quduqning suvi eshib qoldi deydi Imom Buxoriyning rivoyaticha. Bu ish ham bu ish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablari bilan safar qilayotganda yuz berdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir ayolning ishkidona bir qochisi bor ekan. Bu qacha suvdan quruq bir qacha ekan. Shu qachini silidi, bu ikki qacha to'shab ketdi suv bilan. Shuning bilan musulmonlar işte ularning soni 40 odamdi. Ana hammasi tulumini to'ldadi. Shu suvdan to'ldadi va bu ayol mundaq deydi: "Men odamlarning men odamlarning eng usta sohirlariga uchradim. Yoki ularningki shu atrofidagi odamlarning deyishcha u payg'ambar o. Payg'ambar. Demak, meningcha u sohir, ammo uning atrofidagi odamlarning deyishcha u payg'ambarmish. Men bu shundoq bir kishini ko'rdim" deb u kishi o ayolninki qalbi musulmon bo'ldi. Demak, shu bir ayolning ikki qachisi quruq suvdan quruq bir qacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunda bir silab qo'yishi bilan liq suv to'shdi. 40 tak odam ichdi, qachisiga qachildi va u suv bilan qondi, hatto uloqlarini sug'adi. Mana bu shundaq voqealar Rasulullah'ın tarixida bir necha qitim yuz berdi. Bu bir qitim emas, bir necha qitim 1400 kishi, 300 kishi, 40 kishi, yana safar va hokazo mana bu ishlar bo'ldi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning nizomni, koinotning nizomini, dunyoning nizomini, maxluqotning nizomini Payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligini isbotlash uchun nima bo'lsa o'zgartganlik birodarlar. Mana bu Payg'ambar alayhisolamning guvohligi. Ikkinchi, oz taomni ovutish, ko'paytish. Bu voqealikmi Rasulullohning zamonida bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam och edi. Faja'ahu Abu Talha bi biz'ati aqras min sha'ir. Payg'ambar alayhisolamning qashig'iga Abu Talha opi unidan yasalgan bir necha tal to'qash nonni, ya'ni yog'liq nonni elib keldi. Rasululloh unanni uvashqa, ya'ni ushtishqa, sundirishqa buyurdi va Alloh subhanahu va taologa duo qildi barakatiga. Va buningdan, bu nondan o'ndan bo'lib yeyishga buyurdi sahobalarni. Hatta hammalar to'yib ketdi. Bularning soni 70 yoki 80 dak adam edi deydi. Demak, mana bu 70-80 odamning o'rtasida bo'lgan bir voqealik birodarlar. Bir necha tal, kichkina 2-3 taldek opidan yasalgan yog'liq non, yumaloq yog'liq non, to'qash non, mushu nonning o'zini Payg'ambar alayhisolatu vasallam ushtab, onunga duo qildi va o'ndan bulab yangladi. Sahobalar yeb, hammasini qo'sig'i to'ydi. 70-80 odam bu taomdan qo'sig'i to'ydi. Bu ham Alloh taolaninki dunyoning, koinotning nizomini o'zgartganlik faktları. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va uning ashablari Xandak g'azatiga tayyorlik qilish uchun Xandakni qo'layotgan, ya'ni lahmi qo'layotgan chog'ida qo'siqi qattiq ichib ketdi.
Vaşteddel cu'u ala Rasulillahi ve ashabihi ve hum yahfirunel khandak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabları Xandaq uruşu üçün tayyorlik qilib, lahmi qo'layotgan chig'ida qo'shiqi qattiq ishib ketdi. Jabir radhiyallohu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bazı bir ashablar üçün, hammalar üçün emas, bazı bir ashablar üçün kichik paqlandın birini bo'g'izladi. Bari shu kichikkina paqlan. Panada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ahlel Xandaq. Peygamber Resulullah Xandaq ahlini, yani lahmini qo'layotganlarni hammasini chaqirdi. Bular mingtalda kishidi. Allah Teala go'shtga berkat berdi, nonga berkat berdi. Nihoyat hatta hammasi buningdan nima qildi? To'yib ketdi. Demak, mana bu voqea shu. Qo'zoqli ichib, tosh tingib, intayin bir qiyin kunda qilayotgan bir paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar Jabir radhiyallohu anhu uyidagi barcha narsasi bo'lgan bir tal paqlanni ochib so'ydi va uni bo'g'izladi. Rasululloh mingtalda kishini chaqirib uni yedi. Alloh taolo go'shtning barakatini berib, hammalar go'shtga to'ydi. Bütün sahabe go'shtga to'ydi. Bir kichik paqlanning ya 5 odam yeydigan, ya 10 odam yeydigan bir go'sht mingtalda sahabening hammasiga to'liq yetdi. Mana bu tarix yozgan, minglagan kishi guvoh bo'lgan, dunyoning taraf-taraflariga buning xabari yetgan bir nizamul tagayyuru nizamul xalq bo'lgan bir paket. Xandaq urushida, Tabuk urushida musulmonlar ochliqqa mubtalo bo'lib qoldi. Ochliqqa mubtalo bo'lib qoldi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tugularni bo'g'izlashni izni talab qildi. Qo'saq echib, amal yo'q, Rasulullahdan tugini bo'g'izlasa, mushuning ruxsat qilsang dedi. Demak, tugi ayni zamanda sahobalarning eng yaxshi bir quroli edi. Birinchi uning bilan terrorchilik qilardi, uning bilan tijorat qilardi, uning bilan o'zining jihodiy ishlarini olib borardi. Bu tuga sahoba kiramlarning va arablarning jon tomiri edi. Buni o'ltirish, buni bo'g'izlab yeyitish o'zlarining iqtisodiy jon tomirini vayron qilgan bilik bilan barobar edi. Umar radhiyallohu anhu musulmonlarni qolgan, eshib qolgan taomlarini to'plashni talab qildi. Hammalar qolgan, eshib qolgan, boyoq bir narsalarni akanglar deb. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barakatiga duo qilib bersin deb talab qildi. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga qo'shildi. Tugini yeyotmaydi. Tugini minmasak bo'lmaydi, terrorchilik qilmasak bo'lmaydi, tugiga orqali tijorat qilmasak bo'lmaydi. Bu tugi bizningki qurolimiz. Ammo eshib qolgan, qolgan tamoqlarni akilinglar, bir yer jug'layli, to'playli, shuning bilan Rasululloh duo qilsin billa yeylar dedi. Allah subhanahu va taolo ularning taomiga barakat berdi. Ular qochililarga elib, hatto askarning ichida birmi qochini qo'yib qo'ymasdan hamma qochini toshqazdi, tamoq bilan toshqazdi. An dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anni rasululloh. Deb mana shu sahoba kiramlarning oldida men Allohdan boshqa bo'ysunishga tegishli bir zot yo'q deb guvohlik beraman. Men Allohning elchisi deb guvohlik beraman deb bu shahodatni etdi. Demak, mana bu voqea yana minglagan kishilarning orasida bo'lgan bir voqea birodarlar. Biz bu haqda tafsili inchga to'xtalib o'tmaymiz. Hammalar buni Rasulullohning tarixiy va tarjima hollariga
müracaat qilsanglar va shadin tafsilotini bilmoqchi bo'lsanglar bo'ladi. Mana bu yerda bir nukta taom az bo'lsin, ammo umumiy holatda musulmonlar o'zininkini umumlashtirib, yemeklerini umumlashtirib, ichmaklarini umumlashtirib yesa, Alloh taolaning barakat beradiganligi va uni ko'paytirib beradiganligi hammamizga ma'lum. Üçüncüsü, Hurmi Şeyhi'nin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını sığınıp yığılışı. Haninu ciz'in nakla Hurmi Şeyhi'nin Peygamberimiz sığınıp yığılışı ve taamninki tesbih eytişi. Lemma tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'el istinad fi hutbetil cum'a ila ciz'in nakla ellezi kâne yestenudu ileyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbasida ininga yuyulinib kelayotgan xurmininki putqini qo'yib qo'ydi. Resulullahga minber yasab berilgandan keyin ana payg'ambarim burun xutba o'qimoqchi bo'lsa masjidning ichida qo'yilgan bir xurmininki shexivaydi, yo'g'on yog'ichivaydi, ko'tikivaydi. Shu ko'tak yog'ochning ustiga chiqib turib, payg'ambarim shuni yulinib turib xutba o'qitdi. Rasulullohga minbar yasab berildi. Minbar yasalgandan keyin payg'ambarim uning yulanmay minbarga chiqib turib xutba o'qishga boshladi. Xurmi daraxti tuguninki sig'irig'iga o'xshash, ya'ni tuguni o'ltigili qopgan chaqda yig'lig'iga o'xshash xurmi daraxti sig'inib yig'lab ketdi. Hatta yeyilib ketgili tas qoldi. Am buning qashig'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, uni qo'shdi, ya'ni tutdi, nihoyat bu to'xtadi. Demak, bu ham sahobalarning oldida bo'lgan bir voqea birodarlar. Bir daraxtning zuvoni chiqib, Rasulullohni sig'inib, da'vatni sig'inib, tarbiyani sig'inib, Alloh taolaning zikrini sig'inib va zikri qilg'uchini ham sig'inib, uning yig'laganligi va uni sig'inib aslaganligi bu har bir musulmon o'ylab boqishga, har bir kishi o'ylab boqishga tegishli bir ish birodarlar. İmam Buxoriy va Imom Tirmiziy rivoyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari taomning tasbih etganligini anglatdi. Vahaladaki o taam Resulullah'ın huzurda yiyilayotgan holatida. Peygamberimiz huzurida yiyilayotsa o taam Allah Teala'ga tasbih etdi. Şu tasbihini anglatdi. Bu anglattık bizde ular haber kıldı. Ma min şeyin illa yusabbihu bihamdi velakin la tafqahuna tasbihahum. Mana bu hem bir adetten taşkırı. Allah Teala'nın yaratış nizamı, yaratış kanuniyeti, yaratış sistemisinin özgürgelliği kim için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği ve onunki epkegen kitabınınki hak bir kitap ikenlikini ispatlaştın. Bu tarihi bir vakalıklar. Dördüncü, Resulullah'ını düşmanlığından himaye kılış. Bu bir tegayyuru nizamil halak. Abu Cahil Muhammed el-İslam'ını paçqı bilen gadingi destit qallıqı qasam işte. O peygamberimnin Kabe'nin qaşıdan namaz oqiyotganligini ko'rib qolsa. Muhammed namaz o'quvg'ili chiqibli qoladi ekan, ko'zam ko'rib qolsa, gadingi dassab, mijib, soqoq qilaman deb qasam işte. Bu Abu Cahil Peygamber Aleyhisselam'ın namaz o'qiyotganligini ko'rdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in qishig'a va'dasini ijro qilish uchun va'da. Men bu shunda degan gapimni bir amalga oshiray, ishga oshiray deb berdi. Va keynigi yandi. Ta'ada ala aqabi va huwa yattaqi bi yadayhi. Keynigi yandi o Abu Cahil. Qo'li bilan saqlanig'liq, yaqab tushamanmiki, bir o'ngda tushamanmiki deb qo'li bilan bir xil o'zini deyinib olganday shaklda keynigi yandi.
bununla Abu Cehil oyunum boldu depti. O Abu Cehil men bilen bu Muhammed'nin oturusda ottun boğan bir lahmi baya, bir korkuncu baya, kanatlı baya bir yerde. Men kanatını, korkuncunu, ikimizin oturusda ottun ibaret bir lahminin balıkını gördüm dedi. Demek Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ot arkalık müdafaa kılıp, malaikeler arkalık himaye kılıp, qo'g'dab qolgan, saqlab qolgan. Mana bu nizamning Alloh taolaning yaratish nizomi sistemasining o'zgarganligining bir fakti. Bir Yahudi ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga suiqasd qilib, bir qo'yni zaharladi. Qo'yga zahar ilishtirib, bu zaharga ilishtirilgan qo'yni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berdi. Peygamberim bu qo'yning go'shining zaharlanganligini bilib, o qo'y go'shini tükürvetdi. Şu vaqtda zahar ba'zi sahobalarga yetib o'lib qoldi degan rivoyatlar bor. Demak Alloh taolo payg'ambarimga o qo'yning zaharlanganligini bilib Rasululloh o qo'yning go'shini yemi chaynab tükürvetdi. Ammo sahobalar yeb soldi, ular nima qildi? O'lib qoldi. Demak bu ham bir nizam, tagayyurul xalq. Beşincisi, o Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın g'aybdan xabar berishi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarga o'zining hayotida bo'ladigan va o'lgandan keyin bo'ladigan qiyomat kungachilik bo'ladigan ishlar bilan xabar berdi. O'zining hayoti o'lgandan keyingi ya qiyomat kungachilik bo'ladigan ishlar bilan xabar berdi. Mana Yaman xalqininki musulmon bo'lishining sababi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Farislarga, Yamanliklarga Paris padişahının uni Alloh taolo Rasuli uchun intiqom elib o'ltaganligini va o'ltaganligini xabar berdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Parislarning padişahı Kisra öldürülgen keçini belgilep, mukumlaştırıp falan keçe, tustanı ayının tustanı keçisi mundan saatte öldürüldü dep haber verdi Resulullah. Yine şunda bayan verdi. Mana bu Yemen halkının Müslüman buluşu ve Yemen'de yaşavatkan Parislarning Müslüman buluşunun sebebi oldu ve ola Allah Teala'nın diniga cemaat bo'lgan holatida kirdi. Demak, mana bu voqealiklar hammasi Allah Teala'nın yaratish sistemasi ve yaratish intizamining o'zgarganlik faktiki Allah Teala ana shunda faktlar orqali, hujjatlar orqali o'zining payg'ambarining rast ve hak peygamber ekanligini bayon qilib berdi. Shuncha dalil, shuncha hujjat, shuncha isbot bilan Alloh taolo o'zining payg'ambarini kuchlantirdi va payg'ambarining payg'ambarligini isbotladi. Al-bisharat fil kutubus sabiqa. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini yuqoridagi dalillardan ko'rib bo'lgandan keyin ilgiriki kitoblar Tavrat, Injil, Zabur deganga o'xshagan samoviy kitoblarga bir qarash orqali samoviy kitoblarda Rasulullohning haqqida nima deyildi, qanday so'z va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga to'g'riliq qanday bishoratlar bor, mushuni bir ko'rish va uni bir tahlil qilish va u nuqtadan payg'ambar alayhisolatu vasallamga bir qarash kerakligini lozim topdik. Hech qanday bir kishi la yastati'u ahadun an yaz'ama anna Muhammadan sallallohu alayhi vasallam. Hech bir kishi Muhammed aleyhissalatu vesselam'ның o'zi Yahudlarning Yahudlar, Nasaralar,
Mecusiylar, Hinduslar, yani Hindilaga ularning mukaddes kitaplarida özünün süpiti, ismi, tug'ilgan zamonining süpiti ve inin üçün Allah inin üçün guvohlik berdigan shaharlikligini yezib qo'ygan deb yezib qo'ygan deb da'vo qilishga qodir bo'lolmaydi. Yani hiçbir kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yahudlar üçün, Hristiyanlar üçün, Mecusiler üçün, Hindi dinidikiler üçün ularning mukaddes kitaplarına özünün süpütünü yazıp koydu, ismini yazıp koydu, tug'iladigan dunyoga keladigan zamonining sifatlarini yazıp koydu ve özününki yaşaydigan şehrininki ismini yazıp koydu deb deyilmaydi. Çünkü nima uchun? Çünkü şunda buluşu bu ularning Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның sifatları ularning kitaplarına Peygamber Aleyhissalatu vesselam tug'ilishdan bir necha asr, ko'p asr burun yozilgan ya. Allah Teala ve innehu lafi zuburil evvelin dedi mi şeyler? Yani cezmen Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ның sifatları Zuburul evvelin burun kılanın kitaplarında yazılılık, hatırlanıgılık dedi. Demek burunki Tevrat, İncil, Zebur ve bunundan başka her bir millet, her bir din, her bir fariqalarının kitaplarında Resulullah'ın sıfati, Resulullah'ın ismi, Resulullah tug'iladigan zaman, tug'iladigan makan ve o zaman o makanın sıfatları hemmesi yazıp koyulgan. Hiçbir kişi Peygamberim onu yazıp koyaptıken diyemeydi. Çünkü o nurgun zaman burun yazılgan. Mana bu bişaretler olsa Hristiyanlardan ibaret, Hristiyan, o Mecus, Yahud, Hindilerden ibaret nurgulluğun evladının kanaat kılışıga, Resulullah'ın ki Peygamber ikenligini kanaat kılışıga sebep oldu. Lekin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a adavet kılış, Muhammed Aleyhisselam'a ölçümellik kılış, düşmanlık kılış, Resulullah'ın yaman kürüşki çin turvağallah bu bişaretlerini almıştırıvetti ve özgertivetti. Şunda kılsı mı ulanın kitapları da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rastlıkıga güvalık bırdıgan bu bişaretler bizden muşukun güçlük neme olursa tepeledi. Hazır güçlük ba. Benim bu bişaretlerin katardan Tevrat'ta neme dep geldi? Tevrat'ta bir peygamber ba. Seyezheru fi Mekke. Mekke'de çıkıdıgan, Mekke'de aşkara buluduğun bir peygamber ba. Yani Kaydar dep bir kişi varken, bu Kaydar turulduğun yurt demekçe. Hem de Kaydar kim dese İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ınki ballarının birisiken. İsmail Aleyhisselam'ın ballarınınki birisi Kaydar bulup Kaydar degen kişi tuğan yerde, tuğan yurtta, şehirde peygamberden birisi çıkıdı diligilik. Kaydar nerede tuğan? Kaydar bu Mekke'de tuğan. Tevrat şunu hikaye kılıdı. Ve onun ismi o yerde âli buludu, yüksek buludu. Hemme onun ismini yaxşı tilga alıdı ve o tügügü minidi ve o kılıç bilen cenk kılıdı. O ve onun ashabları galbi kılıdı ve onunla her günü tebrik yollanıdı deb yazılgan. Mana bu Müslümanlar teşehhüd okugan çağda kıladigan bir iş buna. Künde Müslümanlar teşehhüdda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teşehhüd okuyumuz. Ana şunun özünü gösterip durdu. Ve Yemen padişahları onun kaşığa kurbanlıklarını epkiledi
ve onun padişahlıkının alameti, yani onun padişahlığı deglik cuma, peygamberlikinin alameti değil mi? Padişahlıkının alameti dulusta aşo tuxumning miqdoricha kaptaning tuxumining miqdorida deydi. Bir kaptaning tuxumininki miqdorida dulu tag'ida payg'ambarlikning emas podshohlikning alomati bor degan. Mana bu alomat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki dulusida beydamilyapti. Va bu sifatlar Muhammed aleyhissalatu vesselam gılam uygun ketgan sifatlar. Onundan başka hiçbir kişiga uygun kelmaydigan sifat. Yani shuningdek Tevratda annalloha tajalla alan-nas fi amakin salasa. Allah Teala insanlarga 3 urunda aşkar buldu. Bu 3 urun Seyna. Yani Musa aleyhissalatu vesselam Tevrat berilgen yer. İkincisi Sair, yani Palestin'deki bir tağ. İncil İsa aleyhissalam'a berilgen yer. Üçüncüsü Mekke, Paran, yani Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhissalam'a düşken yer. Muşu Paran degan bu Mekke'nin kadimki atılışı iken, İbranca atılışı, Sair degan Palestin'deki bir tağ iken, bana bu Tevrat'ı şunda hatırlangan. Yine Tevrat, Yahudilarning oldidagi Tevrat bizning bugungi kunga qadar nima deydi? Ja'ar Rabbu min Sayna ve eşraqa lana min Sair ve tala'la min Cebel Paran deydi ya. Rab Sayna degan yerdan keldi. Bizga Sair degan yerdan yuritdi dunyoni ve Paran tağdan yalqillab, julalab çıktı deydi. Paran o ne? Mekke'nin kadimi namı. Tevrat'ın özü 222. varaqning ki 21. Paris'ta şunda sözlerler. Yani bazı tadqiqotchilar Kur'an-ı Kerim mana bu 3 urunga Allah Teala'nın ve tin ve zeytun ve tur sinina ve hazel beledil emin degan sözü bilen işaret kıldım ona. Tin, zeytun Palestin'deki encürülen zeytunun ününü gayırgi işaret. Bu bir meyvenin özemez. Tindeki bu encürününki, zeytunun, meyvesinin özünü demek ki emas Allah Teala şunun ünü doğan yerini demek ki. Demek bu Palestin'deki eliki toprak. Tur-Sinin, Seyna, Hazel beledil emin, Mekke, Allah Teala mana bu 3 tane mukaddes joy bilan qasam işte dedi. Demek mana bu bugünkü küngük davamlaşıp gelgen ilgirki kitaplar bo'lgan Tevratlığa qaraydigan bo'lsak, yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sifatlarini nihoyat ro'shan, aniq topamiz. İncil'de İncil'i Bernaba'da 220. babda İsa aleyhissalatu vesselam ergeçkiçilerge mundaq dedi deb keldi. Ve seyebqa haza ila en ye'tiye Muhammedun Resulullah اَلَّذِي مَتَى جَاءَ كَشَفَ هَذَا الْخِدَاءَ لِلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِشَرِيعَةِ اللّٰهِ. Neme? Bu Muhammed aleyhissalatu vesselam kelgengi kadar qap qalıdı bu. Davamlaşıdı. Qaçan o kelse Allah'ın şeriatiga işindiğanlar için bu çümperdini, bu saxtpazlikni, bu aldamchilikni içip taşlap turdi deb xabar berdi. Demek Yahudlarning, Hristiyanlarning özünün kitaplarını özgertiş, özünün kitaplarını şundaq saxtalaştırış, öz kitaplarındaki süpetlerinin beyni burmalaştan ibaret bu saxtalıqı şundaq davamlaşıverdi. Hatta Muhammed aleyhisselam kelidi, kelgan chaqda bu saxtalik, bu chumpardili beri echib tashlanadi deb İsa aleyhissalatu vesselam xabar berdi. Ashu İncil'da ila ayyatiya Muhammedun Resulullah deb keldi buni. Endi İncil-i Yohanna'da
İsa aleyhissalatu vesselam özününki kavmiga özüdün kin kitgan peygamberinin haberini verdi. Dedi ki inneli umuran kasira aydan la aqulu lakum. Mening nurgun işlerim var. Hem onu meseleği demeymen ne? Onu meseleği demeymen. Walakin la testati'un al-an en tahtamilu. Lekin sile bunu desem hazır onu kötüreşke kadir emezsile. Bunu kötürenmişle baldır kılıdı. Ama o hakikatinin ruhu kelgençege da an o silahını bütün hakikati yeteklaydı dedi. O hakkının ruhu. Ruhul hak. Kim ne demekçi o ruhul hak'tan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demekçi. Şu ruhul hak kelgen çağda an o silahını hemme hakkı yeteklaydı. لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِ. Nim için? Çünkü o özüdün sözlümü belki ağlıgan nesinin hemmesi sözleydi ve silahı çilidiğen işler bilen haber veriyordu dedi. Yani Allah Teala'nın ağlığının hemmesi sözdeydi ve silahı çilidiğen işler aldınladı çilidiğen, Çin çilidiğen şu işler bilen haber veriyordu dedi. Muhammed aleyhissalatu vesselam İsa aleyhissalatu vesselam'dan kin keldi. Meta ca'a zâke ruhul hak degen gap şu. Mana Muhammed aleyhisselam o İsa aleyhissalatu vesselam'dan kin keldi ve vahiy bilen sözledi. Ve adamlarga buningdan kin qiyomatga qadar keladigan g'ayb bilan xabar berdi. Mana bu İsa aleyhissalatu vesselam İncil'de bayan kılgan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın süfti ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bişaretleri. Hristiyan ulemalarının çoğunlarının birisi o kim? Abdul-Ahad Davud Aşuri iken özünün El-İncil ve Salib degen kitabıda mundaq dedi. Nesaralar hazır tekrarlayatkan ağızdan düşemi davatkan ibare El-mecdu lillahi fil a'ali ve alel erzi selamu ve bin nasil meserretu degen bir gap barken ulugluk asmanda üstünkü alemde ulugluk Allah'a has. Maz zeminde tinchlik, odamlarga meserret. Bu evvelidin tatib bunda emas. Belki el mecdu lillahi fil maali ve alel arzi selamu ve linnâsi ahmedu demekçiken. Demek, şu meserretni odamlarga xushallik, ritqayyada Ahmed degan sifatni shunda o'zgartirayotgan. Mana Alloh taolo va iz qala İsa ibn Maryam ya bani İsrail. Siz İsa ibn Maryamning ey bani İsrail men Alloh taolaning sizlarga avatilgan payg'ambari men mening oldimdagi Tavratni rostlig'i chiqargan holatida meningdan kin keladigan ismi Ahmed bo'lgan bir payg'ambar bilan bishorat bergan holatida avatilgan payg'ambari degan bir chaqni siz qalbingizga so'zlab turing deb Alloh taolo bayon qildi. Demak mana İsa alayhissalatu vassalamning bir rasulun ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed deb Resulullahning ismini tilga elib turib o'zininki xalqiga yani Hristiyanlığa bisharat berganligini, Hristiyanlığa Resulullah'ın sıfatı bilen haber berganligini Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de tilgaldı. Falamma ja'ahum bil bayinat ulağa ja'ahum bil bayinat qalu haza sihrun mubin. Ve peygamber ulağa iniq farkını kepti, ula bu uçuk sihridir dedi. Demek hakikatini o'ttirib qo'yib, hakikatini bayon qildi. Mushriklar bu bir sehr deb turib oldi. Endi Hindi diniga e'tiqod qiladigan Hindi murtlarining kitoblarida mana Samapida deydigan bir kitobda
bu endi Hindistondagi Barahmiylar deyotgan bir mazhab bor. Shu Barahmiy mazhabidagi muqaddas kitobgan bu 6-abzas 2-parisninki bu kitobninki 2-parisning 8 va 6-abzaslarida bunda bir gap bor. Ahmad talaqqa shariata min rabbih va hiya mamlu'atun bil hikmati dabba. Ahmad shariatni Rabbidan qabul qilib oldi. Bu shariat hikmat bilan to'shqan deb tilg'anliqliq. Ya'ni ayni ash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib o'tayotgan zamondagi Hindiston dini Budda dinining markazi edi, yadrosi edi, qiblasi edi. Aşağıdaki Hindi murtlarininki Brahman mazhabidinki muqaddas kitobi bo'lgan Samapidaning 2-parisi 8 va 6-abzasda mana shundaq deb yozilgan. Endi Adruapidam degan bir kitobda bumi shu Hindi mazhabidagi muqaddas bir kitobkan Eyyuhan nas isma'u va'u. Ey halayiqlar, anglanglar, esingizda saqlavanglar. Muhammad odamlarning orasida payg'ambar qilib avatildi. Uning buyukligi dunyoda emas, hatto jannatlarda maqtaladi. O Muhammad ismi dunyoda bu Muhammad, oxiratda bu Muhammad deb xotirlaniglik. Yani bu şu Hindi dini murtlarining muqaddas kitobi bo'lgan Büyük Branim degan bir kitobda fi zalikal hin şu zamanda bir ajnabi o'zininki ashablari bilan Muhammad degan nom bilan ustozul alam dunyoninki ustozi rahmatan lil alamin degan laqab bilan payg'ambar qilib avatildi. Farishta yani Cibrail onu bil khamsil mutahhara paklıgıcı 5 tane ibadet. Bu paklıgıcı 5 tane ibadet erkanul İslam. İslam'ın 5 erkanı namaz, roza, zakat, hac degandek muşunun bilen paklaydı deb şu kitapның mamçinci para, mamçinci cilit degan yerlerde bunu bayan kıldı. Demek Ani şu kitaplarıma Resulullah'ın rahmeten lil alamin bilen laqablanıtqanlıqı, Muhammed degan isim bilen atılıtqanlıqı, Cibrail aleyhissalatu vesselam'ın Mirajda 5 vakit namazını epkitqanlıqı, 5 tane amel ibadet bilen onu paklaytqanlıqı tilgilindi. Mecusilarning kitabıdır şu, Mecusilarning Zinda Apsta degan bir kitapta Allah Teala bir peygamber avatidı, ma'umine o peygamberin sıfatı rahmeten lil alamin bütün dünyaya rahmet degen bir sıfatı var ve onun için bir düşman oturup çıkdı o yolda tosalgı buldu ve onu Aba Lahab deb atıldı o birli ilahqa çağırdı ec'alel alihete ilahe vahid degendek deb oturup koyalgan. Allah Teala ellezine ataynahumul kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaahum deb rasetti. Mana biz ularga kitap berganlar, yani Yahudlar, Hristiyanlar, Mecusilar, Hindilar bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni xuddi o'zining balalarini tunugandek, balalarini bilgendek biladi deb xabar berdi ya. Demek Resulullah'ın toğuluduğanlıqı, peygamber buluduğanlıqı, zamanı, makanı, hemmini haber verdi. Yahud, Nesaralar, ula ehli kitaplar. Ellezine ataynahumul kitap degenden irade kılıngan ehli kitaplar şular. Hindi dinidikiler, Mecusiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ulağa karta Ehli kitapninki yolunu, ehli kitapning sünnetini tutuşumuzga, hem de onun boğuzluğan mallarını yemi ve xotinlarını almagan halatimizde. Şu ehli kitapning yolunu tutup, ehli kitapla qanday muamele qilgan bolsa,
ahli kitobga qanday qaragan bo'lsak, shunda qarashqa buyurgan deydi. Demak, bu Yahudlar bilan, Hinduslar bilan, Hindi dinidagilar bilan majusiyligini qarta, hamda uning xotinlarini olmaymiz, uning bo'g'izlagan mollarini yemaymiz. Ammo Yahudi xristianlarnikini og'ila bo'ladi xotinlarini, uningki bo'g'izlagan mollarini yegili bo'ladi. Biz bunu şunda tutamiz. Demek bulma bir ma'nodan ahli kitob. Chunki Allah qog'inni o'zi obdan bila qattata walal ahdu ala kutubihim hamda ularning kitoblariga zaman va vaqt bak uzun bo'lib ketdi hamda. Necha zaman, necha asr bo'lib ketdi va bu kitoblarni bak to'liq o'zgartirildi. Özgertilinde hem de bu bisharatlar ve onundan başkaları nurgulluğun Yahudlar, Hristiyanlar, Mecusiler, Hindi dinidekilerinin ki kadimki ata ecdatlardan nurgulluğun ki Müslüman buluşuğa sebepçi buldu. Mana demek Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın peygamberlikini qanda noktadan tekşürsek, qaysi noktadan iniqlasak, qaysi tarafiga qarasak, Resulullah'ın peygamberligi mana men deb chiqib turadi. Resulullah'ın peygamberligi haq, peygamberning haqligiga dalil hujjat. Mayli Yahudning kitoblari, mayli Nasaraning kitoblari, qaysi millatning kitoblariga qarayli, qaysi dindikilarning kitoblariga qarayli, uningda bu paket bor. Shuning uchun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hak peygamberlikine şak kılmasımız gerek. Yana dersimizin devamı hem de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahvali, yani özününki turmuş ahvali, özününki ahlakı, özünün yaşaş adetleri, her bir şerketi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliğine guvalık birido degan temidan başlap inşallah adi dersimizni davom etamiz. Alloh taolo dersimizni davom etishni nasib qilsin. Alloh taolo amallarimizni o'zining rizoligi uchun qabul qilsin. Ulug' Alloh taolo shu amalimizni dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning cümleden Uygur Müslümanlarının anlaşığa müyesser kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala hayatımızın ahırsını İslam ve Müslümanların hizmetini kıyılı nasip kılsın. Ve ahiru da'vana anelhamdülillahi rabbil alemin.